Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlar. Mana yana bir yangi svetofonar deb qaradi. Bunaqa gumbazlarni yangi ishlarimiz bilan sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mana shunaqa ishlar bo'lsa, любой сложности qanaqa bir qiyinchiligi bo'lsa, hammasini qilamiz, hammasini bilamiz. Mana kamanda. Mana texnikalar bor, hamma yo'q bor. O'zimiz O'zbekistondami, Moskvadami bo'lsa, aytaverasizlar, narxini kelishtirib beramiz. Mana bu bo'lgan tomoni, hozir tang tushib qolibdi-da. Bu eski tomoni. Yaxshilab tozalab turib buni. Tozalab, ko'rsatib turib qilamiz. İşimizga garantiya. Xudo xolasa yuzimizni yorug' qiladi Alloh. Boshqa ishlar qara. Mana bu yerda suv o'tib turgan bo'lgan. Qanaqada fonarda mana bunaqa dorilib o'tgan bo'lgan. Ochilib. Rosa ko'p bunaqa zamchaniyalar juda ko'p. Shuni biz hozir qilib beryapmiz. Ichkarisi торговый center ichkarisi. Ko'rinadimikin bu? Bu qayerda? Moskva, это? Moskovskiy oblast. Pushkina akvarelda. Mana bir aynakdan bug'ra chiqarib yasagan ekan. Undan suv o'tib ketayotgan ekan. Buni hozir o'zimiz cho'tki qilib beryapmiz. Bitgan holatini ham ko'rsatamoqda.